Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Turma xotirlari mahbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Ya Qur'on, ya Xiroin. Yangi Kamirdagi Uyg'urlarning tarjimonligini qilishga boshladim. Ularning qisqacha tarjimonini yozishga majbur edim. Qarasam Uyg'urning tutilish sababi faqatla ikki edi. Ular ya maxfiy Qur'on o'rgangan yoki Xiroin chekkan bo'ladi. Ularni qamoqda siyosiy mahbus yoki zahar chekkuchi deb ataydi. Kamirda Xitoy amaldorlar bilan eng inoq bo'lib ketadigani Xiroin bilan tutilgan mahbuslar edi. Xiroin atkazchiligi bilan tutilganlar ichida asosligi Sichuanlik, Yunnanlik ko'p edi. Parcha satquchi yoki chekkuchi Uyg'ur, Tunganlar amaldorlarning qo'lchimoqchilari edi. Xiroin keshlar xumari tutganda yuzlarini qashlashib, bir paranglashib ketsa, qaysi Xitoy, qaysi Uyg'ur, qaysi Tungan ayrig'ilimi bo'lmaydi. Bu millatlar ittifoqligi manzarasi menga bakmu masxaralik tuyulatdi. Agar qamag'anlar buni ko'rsa, kunda necha soat o'tiladigan millatlar ittifoqligi haqidagi darsning ortiqcha ekanligini xuloslagan bo'ladi. Chunki Xiroinlar bo'lsa ittifoqsizlikdan g'am qilish behojatdek ko'rinadi. Xiroin keshlar deyishcha, xiroinchilar xaridor ozdigan hamon kichik balaning velosiped chog'liq narsani o'g'irlab qamoqqa kiradigan. Ular qamoqda o'zi bilan o'xshash kasbdagi satarmanlar va bir to'p xaridor bilan tanishib olgacha qamoq muddatimi to'shib qoladigan. Shundan keyin ular qamoqdan chiqib tijoratini davomlashtiradi ekan. Qamoqxona ularning keyingi tijorat planini tuzadigan yaxshi ishxona, tijoratga xaridor va aql to'playdigan g'oyibiy fursat ekan. Kamirdagi siyosiy mahbuslarning hammasi degidek bakmu oq ko'ngil, samimiy va sodda bo'lib, burutlari amdila xat tortgan yigitlar edi. Xiroin sababli tutilgan Uyg'urlarning chiroylaridan ko'p ish ko'rganligi, to'la qamilib pishib ketganligi chiqib turadi. Ularning yeshi har xil bo'lib, Xiroin ularning o'g'rilik, aldamchilik, bulanchilik va jidalga chetilishiga sabab bo'lgan edi. Qur'on o'rgangan atalmish siyosiy mahbuslarga topshirib ololmasmi? Oilasidan pul, kiyim va xalta kirib turadi. Qarga kelmaydiganligi aniq tursimu, tuqqanlari ularga advokat taklif qilishadi. Xiroin kesh Uyg'ur bolalarga bo'lsa, uyidan pul kirmaydi. Kiyim-kechak, xat-xalta degandek narsalardanmu ularning nasibasi yo'q edi. Ularga advokat taklif qilinmaydi. Hatto ularning sotqa chiqqanlarimi oilasidan hech kimning sot zaliga kelmaganligidan og'rinib qaytib kelishadi. Bir kuni Xiroinni parcha setib qamalgan Kamirda jazolashgan mas'ul cho'moqchi Abdurahmon qo'rqmay mungluq qiroat qilib o'ltirib ketdi. U men bu Kamirga yangi kirganda mahbuslik mashqiga salgan, sanoq sanayolmay jazoga tortilganda kasamga oyoqning chami bilan urgan qo'l cho'moqlarning beshi edi. Qur'onni bu qadar mungluq qiroat qilayotgan bir odamning Xiroin kesh bo'lishi, og'zidan Allohning oyati to'kilayotgan bu insonning meni xalaga sulab jazolashi, tasdak tegib sangilab qolgan ko'zaynikimni masxara qilib hijiyishi faqatla bir-biriga mos kelmaydigan obrazlar edi. Abdurahmonning qiroatiga diqqat qildim. O'qiyotgani Ar-Rahmon surasi edi. U og'zida Alloh, Rahmon degan bilan uning menga va boshqa siyosiy mahbuslarga qilganlari shaytonning, iblisning qiliqi edi. Uning Xiroin setib zaharlayotgani Uyg'urlar, janubdan Urumchiga chiqqan Uyg'urlarning himoyachisiz, o'qishsiz, tarbiyasiz qilayotgan farzandlari edi. Uning sheriklari Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan Tangirtaq rayoniga qaraydigan Uyg'ur ko'chmanlar rayoni bo'lgan Yopurg'a mahallasidagi nativan yoshlar edi. Abdurahmonning menga ko'ranglab turib deb berishcha, u xatmidan o'tgan
murattab qari ekan. Qurib ketsin bunda qariliqing, dedim ichimda. Bir kuni ochiqdan o'zimni basalmay, sen Allohdan qo'rqmaydigan, Qur'onni yodlab turib, musulmon Uyg'urni xarob qilayotgan, Alloh harom qilgan xirvonkashlikni qiladigan qandoq qarisan, deb so'radim. Uning qilganlarini izchil ichimga paturolmay turatdim. Abdurahmon o'rnidan chachrab turib, musht atmadi. Yangratquni besib, gundi payga meni chiqishqimi urinmadi. Aksicha, uning chiroyida kutilmagan bir hasrat aks etdi. Abdurahmon bir pas ichiga tinib, jimjit o'ltirib ketdi. Ondan beshini ko'tarib, kameraga qarab qo'ydi va menga havolanmoqchi deganda ko'z ishorati qildi. Chunki ikki Uyg'urning kamerada yaqin turib parang qilishi xatarlik bo'lib, jazolanishimiz aniq edi. Abdurahmon ima bilan meni boshlab kamerning kaynidagi katakdak havolanma bo'shligiga chiqdi. U sim torlar orasidan ko'rinib turgan osmonga qarab qo'yib, kechirmishini mundoq boshladi. Sen bilmaysan qara, men yodlagan Qur'on emas, ashu xiroin qutqizib qolgan. Men ashu oqni chekkachga, shuning foydasi bilan pat-pat tutilsam-mo kesilib ketmay, sog' salomat turibman. Men kichikimdan maktabdan yenibla mollamda o'qigan. 16 yoshimda qari bo'lgan. Shu yili ustozim tutilib ketdi. Menimo 3 kun qamab qo'yib berdi. Shataq yeri shuningdan keyin mahalla saqchisi ko'ch kadri kaynimga kirib oldi. Dadam vodka ichib berdi, hunarga berdi. Hatto boshqa shaharga tijoratga yo'l soldi. Ammo nima ish qilsam, bir saqchi kaynimda barli bor. Birer vaqa chiqib bo'lg'icha tutib so'lab qo'ydi. Oxiri mahallada xiroin chekishga ugunib qoldim. Chekib yotsam, jon to'shmaydi ekan. Shunga tungallardan parcha oq elib, mahallada sotdim. Buni biz bo'loqchi deymiz. Keyincha ular bilan ichkirga kirib, Urumchiga oq yutkidim. Qachon men mahallada xiroin kash bo'lib tonildim, saqchining izdishi shu zaman ozladi. Keyin oy yil o'tib ketsimi, saqchilar faqat izdimaydigan bo'ldi. Mana qara, quloq tej, ota-onam qamab qo'yinglar desimi, saqchining kari yo'q. Xiroin chekmagan bo'lsam, Qur'on o'qiganning falokatlaridan mangu qutulolmaskanman. Abdurahmon havolanmada kameraga kaynini qilib, tamaki chekkach, xo'sh yoqmaslik bilan hikoyasini tugatdi. Uning Ar-Rahmon surasi chiqqan og'zidan purqirab sesiq is chiqmoqda edi. Tamakining isini emas, shu isning hidini olsamla, beshim qayatdi. Uni yolg'iz qo'yib neri ketdim. Mening o'yimda uning tamaki sho'rg'an og'zidan heliqi mungluq qiroat chiqmasligi yoki qiroat chiqqan shu ig'izlarda tamaki bo'lmasligi kerak edi. Uni odam qilolmagan Qur'on va tinch turmushga erishtirgan xiroinning Uyg'urdagi roli haqida o'ylanib qoldim. Abdurahmonni dinda o'qitib, 30 para Qur'onni yodlatib, bir komil musulmon, fazilatli qari qilmoqchi bo'lgan ota-onasiga ichim og'ridi. U tutilganda onasiga telefon qilganmish. Onasi: "Obdan bo'pti. Xudoyim duoyimni ijobat qilibdi. Sana onaning, xotinning, balaning qadri o'tilib, odam bo'lib chiqarsan", deb gap tugamasdilla telefonni qo'yib atganmish.